Taqvodor odamni taqvo talab qilinadigan holatimiz xulqimizda azizlar. Oysha onamizga aytgan ekanlar payg'ambarimiz alayhisalom: "Ya Oysha, ey Oysha" degan ekanlar. "Alayka bittaqvalloh" degan ekan. Senga taqvo lozim bo'ladi. Taqvoda turgin va rifq. Mana taqvo va rifqni birlab qo'yapti. Taqvoda bo'lgin va muloyim bo'lgin. Fa inna rifqa lam yakun fi shay'in qat illa zanahu va lam yunza min shay'in qat illa shanahu dedilar. Ya'ni ey Oysha, Allohga taqvo qil. O'zingga lozim tut muloyimlikni, xulqni. Chunki muloyimlik qaysi narsada bo'lsa, uni bezaydi, uni qaysi narsadan tortib olinsa, u ayblik bo'lib qoladi dedilar. Musulmon odam azizlar qo'pol bo'lmaydi. Musulmon odam xush muomalalik bo'ladi, muloyim bo'ladi, qo'rqoq bo'lmaydi. Muloyimlik bilan, xush muomalalik bilan, chiroylik xulq bilan qo'rqoqlikni aralashtirish kerak emas. Mo'min odam qo'rqoq bo'lmaydi, shijoatlik bo'ladi kerak bo'lganda. Lekin tabiatan mo'min odam muloyim, husni xulq bo'ladi. Ayniqsa taqvolikni da'vo qilayotgan odam. Lekin kechirasizlar-ku, ba'zan mana shu taqvoni talab qilayotganlarimizda qo'pollik bo'ladi. Muomalamizda qo'pol bo'lamiz. Shu masjiddan chiqingda, agar bittasini mashinasini boshqa mashina bilan shoshilib to'sib qo'ygan bo'lsa yoki bir qilgan bo'lsa, ana o'sha yerda qo'pollikni boshlaydi. Bir oz chiqqanimizdan keyin tabiiy ravishda mashinalarimiz tiqilishni boshlaydi, o'sha joydan boshlaymiz. Qani bu bizni taqvoyimiz? Qani biz Allohning uyiga kirib, ma'naviy ozuqa olib chiqib xulqlanganimiz qayerga ketdi unda? Aksincha azizlar, bir haftada bir marta juma bizni ma'naviy tarbiyalanishimizga imkoniyat. Bir haftada sovib qolgan bo'lsak, bir oz uzoqlashib qolgan bo'lsak dinimizdan, odobimizdan, axloqimizdan, mana shu juma sabab biz yana tiklanib olamiz. Ha, yaxshi bo'ldi, jumada yaxshi o'zimga kelib qoldim deb chiqish kerak. Ana o'sha xulqi bo'lishligi kerak.